Valida olasizlar. Kiledi orqasiga yaxshilab surkab turib, ustakaga uzatasizlar. Shun bilan bo'ldi. Mana shu devor endi 10 yil, 15 yil umuman remont bo'lmaydi. Bu nima desalaring do'stlar, bu gipki kamin bo'ladi do'stlar. Bitta yopishtirganingizda 10 yil, 15 yilga ustalar garantiya beryapti. Ertaga mabodo chang bo'lib bir narsa bo'ladigan bo'lsa, bemalol karchirda ham yuvorasizlar, xolaganlaring qiraverasizlar, duonlaringdan tushib ketmaydi. Kvadratning narxi keladigan bo'lsa 50 ming, 55 ming so'm. Ikki kamenda narxi bo'lyapti ekan, usta haqqisi 35 mingdan 40 minggacha. Kimga shunaqa ikki kamen xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz. Siz xohlagan rangda, siz xohlagan turda qilib, uyingizni chiroyli qilib berishaveradi. Mana shu ko'rib turgan joylarning 50 kvadrat o'sha 5 million 200 ming so'mga tushyapti ekan. Pastda ustalar nomerini qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar, sog' bo'linglar. Musofirlikda ishlab qiynalib uy ko'tardingiz, bunaqa qilib suv qildirdingiz, sho'r chiqib devoringiz to'kib yuboryapti. Agar ustini remont qildirsangiz, qor yomg'irda mana bo'lib oqib ketyapti. Do'stlar, bo'ldi endi. 15 yilga bir marta pul sarflaysiz, umuman pul sarflaymiz. Ya'ni bu O'zbekistonning yangilik miramirni ikki kamin bo'ladi do'stlar. Buni zo'r tarafi oddiy suv ustidan ham do'stlar bemalol yopishtirsa bo'laveradi. Ortiqcha xarajat qilmaysiz. Shpakilovka, umuman kerak emas do'stlar. 1 kvadratni do'stlar 90 ming so'mdan usti haqqisi, xomash yo'sa hamma yo'g'ini qilib yopishtirib beryapti ekan. Sho'r chiqqan do'stlar, betondan ko'rib turganlaringda hali hech narsa qilgan yo'q. Sho'rga ham chidamli bo'ladi. Eng zo'r tarafi ertaga mabodo chang bo'lib, kir bo'ladigan bo'lsa, bemalol do'stlar karchirda, shinankada maza qilib yuvsalang, yana yangidek bo'lib qolaverar ekan. Video pastda nomerlarni qoldirganmiz, aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishadi. 15 yilga bitta pul sarflang, fasad bilan umuman ishingiz bo'lmasin, sog' bo'linglar. Tashqi fasadda yangilik do'stlar, 15 yilga garantiyali gipki kamin yangilik ko'rib bitta baho beringlar. Do'stlar, dual umuman tanlamaydi. Xo'p, yomg'irga, qorga, hamma narsaga chidamli bo'ladi. Eng qizig'i ko'ringlarda oddiy penabloyni ustidan bitta suvoqni qilib, shuni yopishtirib berishdi do'stlar. Xo'p, shpakilovka tortish kerak, bo'ya berish kerak, unaqa narsa zarur emas. Oddiy shika turgani devasidan ham yopishaveradi do'stlar. Qaranglar. Mana shu ko'rib turgan joylaringga tashqi fasad, suv ko'li, bundan tashqari ichkarini ham o'sha 250 kvadratga gipki kamendi o'zi 50 ming so'mdan 1 kvadratni usti haqqisi 40 ming, 45 ming so'mdan yopishtirib berishyapti ekan. Akalarimiz O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishadi do'stlar. Xo'p, buni afzalli tomonlari do'stlar, tabiiy o'zimizni toshlardan bo'ladi, rangi o'chib ketmaydi, uzoq yil xizmat qiladi. Kimga shunaqa gipki kamen xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Onamlar ko'chaga suv chalsa, bu akamiz devorni yuvargan. Qaranglar do'stlar, bu nima deydiganlarga, bu o'sha gipki kamin bo'ladi do'stlar. Miramirni fasonizini qaranglar, yuvilgandan keyin qanaqa tovlanib turibdi. Buni zo'r tarafi zak o'tkazmaydi, suvni orqasiga o'tkazmaydi, hech narsa bo'lmaydi. Mana shu ko'rib turgan joylarni 90 kvadratga o'sha aytib o'tganimizdek qilingan bo'ladi do'stlar. Bemalol yuvaverasizlar. Odamlar ko'chaga suv sepayotgan bo'lsa, akamiz duonini yuvyapti ekan. Bitta yuvsalaring yangidaqa bo'lib qolaverar ekan. Pastda nomerini qoldiramiz. Xo'p, kvadratda ikki kamendek 50 ming so'm, usti haqqisi 40 ming so'mdan qilib berishgan. Mana shu yerda bemalol suv o'tkazmaydi, vodostochniy narsa bo'ladi do'stlar. Tavsiya qilib qolamiz, bu miramirli fasoni bo'ladi. Pastda nomerlari bor, aloqaga chiqaverasizlar.